To'xta, gaplashamiz. Ertaga ishxonaga o'tgin. Yo'q. Ovqating pishdimi? Ko'ryapsiz, pishiryapman. Men haligacha pishirgani yo'q. Tez bolaga qorin ochib ketdi-yu. Menga nima deysiz? Uyingiz ahvolini qarang. Charchab ketdim hammasidan. Faqat men ishlayapman uyda. Siz ham bitta ish topib ishlasangiz bo'lardi. Arzandagi singlingiz qarang, faqat ko'chada yuradi. Qizning ovqatini kerak bo'lsa. Charchab ketdim. Kim u? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qayerda yursan shu paytgacha? O'qishda edim, aka, darslarim ko'payib ketdi. O'qish bo'lishing erishdi. Bor uyga kirib ovqat tayyorla. Ertaga uchrashuvga chiqasan o'rtog'im bilan. Pishib qoldimi ovqating? Ozgina qoldi, akajon. Voy gapimiz chala qoldi. Ertaga o'rtog'im Asad bilan uchrashuvga chiqasan. Axir aka, O'chir. Ertaga uchrashuvga chiqasan, roziligingni bildirib kelasan. Tushundingmi? aka meni roziligimchi? O'chir. Mani gapimga. Tushundingmi?